Mana shu mahsulot yuzdagi 20 xil muammoni hal qilib beradi. Birinchisi, bosh og'riqlarini qoldirib beradi. Ikkita chakkangga sursangiz, boshingizni og'riqni qoldirib beradi. Yuzdagi husnbuzarlarni ketkazib berish xususiyatiga ega. Tish og'riqlarida, tish og'riq holatlarida ozgina surtib olsangiz, 5 minut, 10 minut ichida tish og'riqni qoldirib beradi. Milklarni mustahkamlab beradi. Tish pasta ko'rinishida foydalanib borsangiz, tishlarni zo'r ovqatlanib beradi hamda milklarni mustahkamlab beradi. Stomatitlarda og'iz bo'shlig'iga surtasiz va stomatitlarni yo'q qilib beradi. Gaymarida bor insonlar bo'ladi, o'sha holda shpris bilan ikkita burningizga surtib olasiz, jo'natasiz iliq suv bilan yoki bo'lmasa tub-tubi bilan yo'q qilaman desangiz, kalsiy degan mahsulotni bor, birgalikda foydalansangiz, operatsiyasiz gaymarlardan xalos bo'lasiz. Jig'ildon qarashlarida, tomoq og'rishlarida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Hazm qilishlarda, ovqat hazm qilishlarda yosh katta inson bo'lishi mumkin yoki yoshlardan bo'lishi mumkin. Ovqat hazm qilishda ozgina no'xatlar foydalanib borsangiz, iste'mol qilsangiz, ovqat hazm qilishni yaxshilab beradi. Ayniqsa ovqatdan keyin foydalansangiz zo'r beradi. Oshqozon ichak yara kasalliklaridan bemalol foydalanib borsangiz bo'ladi. Kuyishlarda kesib oldingizmi yoki qo'yingiz kuyib qoldi, o'sha holda foydalaning 3 kun, 4 kun, 1 hafta o'sha holda dog'siz bitirib berish xususiyatiga ega. Chaqishlarda, yoshlarda bo'lishi mumkin, kattalarda bo'lishi mumkin, allergiya berishi mumkin o'sha holatlarda chaqmanda, to'g'rimi? O'sha holda siraz foydalaning, allergiya holatini oldini olib beradi, zahrini oldini oladi. Og'iz hidlanishida bemalol yaxshi. Gemoroy bor insonlar bo'lishi mumkin. Ichki tashqi holatlarda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Operatsiya holatlardan ulardan zo'r natija olganmiz. Griboklardan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Oyoq hidlanishlarida, maska holatlarida foydalansangiz bo'ladi. Ayniqsa sovunimiz bilan birgalikda foydalansangiz zo'r natija olasiz. Immunitetni ko'tarib beradi. Kun davomida 5 mahal, 6 mahal kattalar iste'mol qilsa bo'ladi. Yoshlar 3 mahal, 4 mahal bemalol foydalanib borsangiz bo'ladi. Bo'g'im og'riqlarida holasiz o'zini Xolasiz mina vaznga aralashtirib, o'sha bo'g'im og'riqlaringizni qayerda og'riq bo'lsa foydalansangiz, o'zingizni yengil tortasiz. Ayollar kasalliklarida bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bronx yo'llarini zo'r ochib beradi. Ko'ryapsiz, birgina mahsulotimiz uyingizda bo'ladigan 20 xil muammolarni hal qilib beradi. Hoziroq buyurtma bering va ushbu mahsulotimizga ega bo'ling. Agar mahsulotdan natija olinmasa, to'lovingizni 100% qaytarib beramiz.